Hazreti Ömer davridagi islomiy jamiyat. Hammaylanga ma'lumki, Hazreti Abu Bakrning xalifalik davri uzun surmaganning ustiga davlatning mavjudiyatiga tahdid soladigan nihoyat zo'r va xatarlik voqealarga sahna bo'lgan edi. Bo'libmi, murtadlik harakatlari bu davrning eng muhim bir qismi edi. Tabiiy holda bu islom jamiyatining sop kimlik ichida yetishib chiqishiga to'sqinlik qilgan edi. Bu natija faqat oxirgi kunlarda murtadlik ko'zdan yo'qotilib, uzun vaqtdan beri qattiq qarshilik bildirayotgan qoldiqlari butunlay tarmar qilingandan keyinla o'ttirg'a chiqishga boshladi. Texmi to'g'risini aytganda, islom jamiyatining parlaq ko'rinishi 10 yilga yaqin davomlashgan Umar davrida haqiqiy turda shakllandi. Islom jamiyatining haqiqiy va parlaq manzarasi faqat ulug' shariatning adil hukmlari to'g'ri yo'lga qo'yilganda ondan shakllanadi. Ana shu chaqda insonlar orasida na ustunlik, na sinf farqi degan narsa qolmaydi. Islom nizomi hokim bo'lgan yerlarda tashviq targ'ibotlar bilan cheklanadigan yoki belgilik nisbatda ifoda qilingan daraja va mansabga qarab farq qiladigan barobarlik emas, balki haqiqiy ma'nodagi mutlaq barobarlik bordir. Biz islom jamiyatini har tarafdan to'liq tahlil qilish uchun ba'zida ishni belgilik bir qismni chiqish nuqtasi qilgan holda boshlaymiz. Ammo bu hargiz islom jamiyatining farqli sinf va tabiqalardan tarkib topganligi, vazifa va mas'uliyat darajasi jihatdagi bir-biridan farqlanganligi uchun emas. Chunki islomda hamma odam teng barobar haqqa ega. Hazrati Umar davridagi jamiyat ana shunday edi. Bu jamiyat kishilarni shariat oldida teng huquqqa ega bo'lgandan sirt faqat o'zlarining sifatlari jihatdan ayirishga bo'ladi. Xalifa jamiyatning bir a'zosi bo'lib, boshqalardan farqlanib turadigan hech qanday alohida imtiyozi yo'q edi. U faqat ummatning rahbarlik huquqini qo'lga olgan kishidan iborat edi, xolos. Xalq o'zlariga rahbarlik qilsin, haqlarni qo'g'disin, keyingi avlodlarni yetishtirsin deb huquqni uning qo'liga topshirdi. Hazrati Umarni elib aytsak, u bir xalifa bo'lish sifati bilan o'z zimmasidagi vazifaning ig'irligini bilgachga, har doim kuchlik mas'uliyat tuyg'usida yashaydi. Shunga u davomli xalqning masalalari bilan mashg'ul edi. U har bir minutini xalqning masalalarini hal qila olmaslikdan va bu sabab bilan Alloh oldida javob bera olmaslikdan qattiq andish qilib o'tkazadi. Bu qo'rqinch va andisha uning zehniga o'rnab ketgachga to'xtamay iznatni tirishadi. Kechilarini asosiy jihatdan uyqusiz o'tkazadi. Kiyim kechki va yemak ichmaki bakmu oddiy sodda edi. Tan salomatligi kun sari zaiflashib ketyotdi. Shuning bilan birga xalqni o'zi bilan tang ordirib qo'ydi. U yangi adolat sistemalarini o'rnatish orqali o'zi tayinlagan vali, qo'mondan va o'zining keyin keladigan xalifalarga bakmu og'ir yuk ortib qo'ygan edi. Hazrati Umar har doim Alloh qo'rqinishi bilan yashaydigan va bu sababdan to'xtamay ko'z yosh qilib turadigan bir kishi edi. Biror oyat o'qilgan vaqtda buquldab yig'lab ketadi. Ba'zida shundoq ta'sirlanadiki, o'shidan ketib yerga yiqiladi. Atrofdagilar uni uyga olib qo'yadi. Xalq uni kasal deb o'ylab yo'qlab kelishadi. Bu ruhiy holat uning odatiga aylanib qolgan bo'lib, to'xtamay ko'z yosh qilg'achqa mangzida ikki qarasizlik paydo bo'lib qolgan edi. Uning buquldab yig'lagan ovozini ba'zida jamoatning orqa saflaridan anglaydi. Hazrati Ali mundaq deydi. Bir kuni Hazrati Umarning o'z ulug'iga minib, aldirab tenab ketayotganligini ko'rib qoldi. Uningdan "Ey mu'minlarning amiri, nega mangding?" deb so'radi. U davlatga tavatügilardan biri qochib ketibdi. Uni izlab mangdim dedi. Men ishonganki, sendan keyin keladigan xalifalarning mas'uliyatini bakmi ig'irlashtiradigan bo'ldim, dedim. U Hazrati Muhammadni haq payg'ambar qilib avatgan Allohga qasam qilamanki, hukmronligimiz ostidagi eng yiroq yer bo'lgan Firat daryosining bo'yida bir o'chki yutib ketsa, qiyomat kuni uning hisobi Umardan ilinadi, deb javob berdi. Hazrati Umar fatih harakatlari davomida Madinaga to'shib kelingan g'animat mollarni o'zi uchun bir imtihon deb qaraydi va Allohning bu mollar orqali o'zining, ya'ni Hazrati Umarning adil va durustligini sinamoqchi bo'layotganligiga ishonadi. U mundaq deydi: "Shundoq emasmi? Bu boyliqlar, bu mollar nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning,
yoki Hazrat Abu Bakrning davrida kelmay, mening davrimda kelishga boshladi? Allohga qasam qilamanki, bu boyliqlarni o'z elchisi va Hazrat Abu Bakrga avatmasligi, ularni o'sal ahvolga tushirib qo'yish uchun bo'lmaganidek, menga avatishimi meni qo'g'dash uchun emasdir. Hazrat Umar har doim o'z-o'zini ogohlantirib, o'zining hech kimdan farqi yo'q ekanligini esiga ilib turadi. Bir qatim u minbarda turib, xalqqa xitob qilib etib, "Ey xaloyiq, men Bani Mahsun qabilasiga tava hammalarimni pat-pat yo'qlab, ularga sovuq suv olib berdim. Ularni mening olqinimga xurmo yoki quruq uzum tutqizib qo'yatdi," deb qo'yibla so'zini oxirlashtirib, minbardan yenib tushdi. Hazrat Umarning nima demoqchi ekanligini uqolmagan Abdurrahman ibn Avf uning oldini to'sib, "Ey mu'minlarning amiri, sen u gaplaring orqali bizga nima demoqchi eding?" deb so'radi. Hazrat Umar, "Ey ibn Avf, men aslida u gapni o'z nafsimga degan edim. Chunki hammam menga sen mu'minlarning amirisan. Sen bilan Allohning orasida hech kim yo'q. Hozir sendan ulug' kim bor?" degandek nafsimni yo'ldan chiqaradigan so'zlarni qilgan edi. Shunga menmo o'z nafsimning haddidan oshmaslik uchun u so'zlarni qildim, dedi. Bir ishni qilishdan burun o'ltirib, o'z nafsini hisobga tortib beqish Hazrat Umarning odati edi. Agar u ish durust ko'rinsa, darhol tutish qiladi. Aksicha bo'lib qolsa, o'z nafsini sotlaydi, hatto ko'zlari yashang'irab yig'lashga boshlaydi. Hazrat Umar oldingi saplarning biriga qo'mondon qilib tayinlagan Al-Ahnaf ibn Qays mundoq deydi. Bir kuni Hazrat Umarning yanida tursam, biri oldirab tinab yetib kelib, "Ey mu'minlarning amiri, men palonchining zulmiga uchradim. O'tinib qolay, men bilan birga berib, meni qo'g'digan," deb shikoyat qildi. U odam bakmo g'avg'o chiqarib ketgachga, Hazrat Umar ochiqlab, qo'lidagi chiviqni uning beshiga tanglab turib, "Sizlar nima qilyapsizlar? Davlat ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan xalifaning oldiga o'zinglarning oddiy masalanglar uchun kelib, meni qo'g'da deb varqirab beshinglarga kelyapsizlar." U odam Hazrat Umarning alpozini ko'rib, kelganiga pushaymon qilib qaytib ketdi. Oradan bir necha minut o'tmay turib, Hazrat Umar u odamga azor berganligi uchun qattiq o'kindi va darhol u odamni tepib kelinglar deb buyurdi. U odam Hazrat Umarning oldiga elib kelinganda, qo'lidagi chiviqni uning tanglab turib, "Men seni urgandek, sen meni urib o'chingni olgin," dedi. U odam cho'chigan holda, "Bu nima deganing, ey mu'minlarning amiri? Allohga qasamki, men unda qila olmayman. Men haqqimni Allohga va senga havola qilaman." Ammo Hazrat Umar uning so'ziga e'tiroz bildirib, "Bu so'zing xato. Haqqingni ya Allohning senga mukofot ihson qilishi uchun halol qilsang, yoki mening yuz xotiram uchun bag'ishlasang bo'ladi. Ham shunday qilsang, meningmi bundan xabarim bo'ladi," deb uni ogohlantirdi. Shuning bilan u odam Allohning roziligiga nail bo'lish uchun haqqimni halol qildim, dedi. Shu ishdan keyin men Hazrat Umar bilan birga uning uyiga bordim. U avval 2 rakat namoz o'qidi. Ondan o'ltirib o'z-o'ziga, "Ey Bani Xattob, sen odatdagi bir odam eding. Alloh sening martabangni ustun qildi. Sen zalolat ichidagi ozg'un biri eding. Alloh sana to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Sening jamiyatdagi o'rning bakmu tuvan edi. Alloh sana shon sharaf, nom atoq ato qildi. Mana endi bir odam sendan yordam talab qilib kelsa, sen uningga tayoq tanglayapsan. Ati o'gun Rabbingning huzuriga borganda, uningga nima deb javob berasan?" deb o'z nafsini shundoq tanqid qildiki, yer yuzida uningdan oliyjanob, fazilatlik birining borligiga qat'iy ishonchimiz qolmagan edi. Hazrat Umar nihoyat oddiy narsalar bilan qo'saq to'yg'izishga tirishadi. Bir vaqt tamoqiga bir xil taomdan boshqa narsa yemaydi. Dunyo hayotining lazzati, dabdabisi va hashamatidan bakmo yiroq edi. U har qatim sizlar lazzatlaringlarni hayotiy dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortqininglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolansizlar, degan oyatni o'qisala dir-dir titrab ketadi. Shunga u eng yo'qsul kishilar aron tepib yeyalaydigan narsalarni yeydi. Jabir ibn Abdullah rivoyat qilib mundoq deydi. Bir kuni Hazrat Umarga yo'liqib qoldim. Mening qo'limda ozroq go'sht bor edi. Hazrat Umar mendan "Qo'lingdagi nima?" deb so'radi. Men "Go'sht yegim kelganda ozroq setib oldim," dedim. U
Her qitim mushundaq yigim keldi debla berib setib olamsan. Sen Alloh taolaning sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar degan oyatini unutib qoldingmi deb meni tanbehladi. Bir qitim Hazrati Umar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan bo'lgan qizi Hafsani yo'qlab uyga keldi. Qizi uning oldiga bir qoch sho'rpadan qo'yib, uning ustiga ozroq yog' qo'yib bermoqchi bo'ldi. Hazrati Umar darhol: "Qizim, nima qilyapsan? Bir qochidan 2 xil taom yesak qandoq bo'ladi? Qasam qilamanki, Allohning dargohiga borgacha mundaq taomni hargiz yemayman" deb tomoqni rad qildi. Hazrati Umar fatih qilingan Sham shahrini ziyorat qilib bordi. Uning sharafiga ziyofat tayyorlangan bo'lib, ziyofatdagi taomlarning ko'pinchisini Hazrati Umar ko'rib boqmagan edi. U darhol e'tiroz bildirib, atrofiga yig'ilgan qo'mondonlardan: "Biz bu taomlarni yeb o'ltirsak, qo'rsiqida yegudak arpinini topolmay, ochliqdan o'lib ketayotgan yo'qsul musulmonlarning holi nima bo'ladi?" deb so'radi. Dangli qo'mondon Xolid ibn Valid uningga: "Ularning mukofoti jannat bo'lsin" deb javob berdi. Ammo bu javob Hazrati Umarga yoqmadi. U o'ltirgan yerida ko'z yoshini to'kishga boshladi. Bir oz o'tgandan keyin: "Agar bizning nasibimiz bu lazzatlik va har turli taom, ularning nasibisi jannat bo'ladigan bo'lsa, bu bizning oramizda bakmi cho'ng farq bor deganlikdir" deb o'z-o'ziga tasalli berdi. Hazrati Umarning kiyim-kechigimi nihoyat oddiy va eng arzon baholiq kiyimlar edi. Kiyim-kechak yoki oyiqi har doim yamoqliq edi. Qimmat baholiq, sifatli raxtlardan tikilgan kiyimlarni qat'iy kiymaydi. Ya'ni uning hayoti bakmo qiyin va chidog'siz darajada mushkulotchilik ichida o'tdi. Shunga u Hazrat Abu Bakrning qizi Ummu Kulsumga Hazrat Oyishani elchi qilib kirgizganda, Ummu Kulsum uningga ehtiyojim yo'q deb talabini rad qildi. Hazrat Oyisha o'z singlisiga: "Sen mu'minlarning amirining ayoli bo'lishni xohlamamsan?" deb so'ragan edi. Ummu Kulsum: "Albatta xohlamayman, chunki uning hayoti yo'qsullik ichida o'tadi. Uning ustiga ayollarga bakmi qo'pol muomala qiladi" deb javob bergan edi. Undan boshqa Utba ibn Rabi'aning qizi Ummu Abbanmo Hazrati Umarning o'yilinish talabini rad qilib, u ishkini hamisha sirtidan taqab qo'ydi. Dunyo hayotiga ozroqmi berilmaydi. Qachonli qarsang to'n qapoq yuriydi deb voysagan edi. Hazrati Umar oilasidagilarga haqiqatan qo'pol muomala qiladi. Xalqni biror ishdan cheklamoqchi bo'lsa, oldi bilan uyga kelib, hammaylarni bir yerga yig'atdi va ularga mundoq deydi: "Menga quloq solinglar. Men xalqni mavu ishlardan chekladim. Sizlarmi aniq bilasizlar. Xuddi quzg'unning ko'zi tapti bo'lganidek, xalqning ko'zi hamisha sizlarda. Agar sizlar cheklangan ishni qilib qo'ysanglar, xalq sizlarni do'rab jinoyat o'tkazishga yuzlanadi. Shunga Allohga qasam qilamanki, aranglarda kim mening oldimga jinoyat sifatida elib kelinadigan bo'lsa, oilam yoki tuqqanim demay, boshqalarga qaraganda bir hassa ortiq jazolayman. Gapimni angladinglarmi? Undaq bo'lsa, xohlaganlar jinoyat o'tkazsin, xohlaganlar ish harakatiga diqqat qilsin." Hazrati Umar o'zining xish aqrbolarini davlat ishiga hargiz yaqinlashtirmaydi. Ularning biror ishga mas'ul bo'lishiga qat'iy qarshi chiqadi. Hatto ularning tijorat qilishini ham cheklagan edi. Chunki xalq uningdan o'z yaqinlariga moddiy qulayliklarni yaratib berdi deb gumon qilishi mumkin edi. U kecha namoz o'qiydi. Yarim kecha bo'lganda bola chaqinlarni namozga uyg'otib: "Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishda chidamliq bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir" degan oyatni o'qib, ularning yodiga soladi. Hazrati Umar o'z amridagi mas'ul kishilarning orasida bolalarga alohida muomala qilganlarni qattiq ayblagandan boshqa, ularning jinoyat o'tkazgan bolalarini og'ir jazolaydi. Hazrati Umar davrida Misrning valisi bo'lgan dangli qo'mondon va davlat mutavviri Amr ibn As Hazrati Umar vafot bo'lgandan keyin uni aslab mundaq bir voqeani so'zlab bergan edi. "Men payg'ambar alayhissalom va Hazrat Abu Bakrdan keyin Allohdan Hazrati Umarda qo'rqadigan birarini ko'rib boqmadim. U dada bola demay, kim jinoyat ishlagan bo'lsa, qat'iy kechirim qilmay tegishli jazosini beradi.
qasam qilamanki, bir kuni men Misrdagi uyda o'ltiratdim. Xizmatchi kelib, Hazrat Umarning o'g'li Abdurahmon bilan Abu Sarua ismli birining men bilan ko'rishish uchun ijozat so'rab, eshik oldida turganligini aytdi. Uyga kirishga ijozat qildim. Qarasam, har ikkisi xapilgan holatda ko'rinadi. Ular menga bizga Allohning shariatiga uyg'un jazo bergan. Tunugun kechda bu ikkimiz sharob ichib mast bo'ldik, deb yolvurishga boshladi. Men avval ularga qattiq til ahonat bilan azor berdim. Ondan ko'zimda yo'qolish deb qo'g'lavatdim. Ammo Abdurahmon menga, agar bizga jazo bermasang, Madinaga qaytganda sening ustingdan dadamga arz qilaman demasmi? Qarasam, Abdurahmonning pozitsiyasi qat'iy edi. Agar Hazrat Umar mening ularni jazolamaganligimni bilib qolsa, meni bu vazifadan elib tashlaydi. Shuning uchun ularni o'yliga elib chiqib, 40 dan darra urg'izdim. Darradan keyin Abdurahmon bir bulunga berib, chachni tushirishga boshladi. Bu bir odat bo'lib, jazoga tortilgan kishining chach soqoli tushiriladi. Allohga qasam qilamanki, men bu ish to'g'riliq Hazrat Umarga hech qanday ma'lumot yo'llamagan edim. Bir kuni Hazrat Umarning xatini topshirib oldim. Xatdan uning qanchalik achchiqlanganligi mana men deb chiqib turadi. Xatida mundoq deyilgan edi: